Nabiralar faqat zavqni bilishadi. Mas'uliyat esa umuman yo'q. Hayotdan ma'no yo'q deb kim aytdi? Ha, siz aytgandingiz. G'alaba. Bobom haqida istaganingizcha gapiring. Uni ishlarini oqlay olmayman. Haddidan oshdi. Bu lazerni to'xtatishimiz kerak. Aytdim-a, nimanidir unutdik deb. Vaqtimiz tugayapti. Tez orada zambarak o'q uzadi. Qayerdasan? Bilasanmi? Yangi do'stlar orttiryapman. Bu hammasi seniki, ortimda. Qani ortimda? Bu biroz og'ritishi mumkin. Seni rejang shumidi hali? Kimdir bu ulkan o'lim nurlarini o'chira oladimi? Zambarakni o'q otishdan to'xtata olmaymiz. Lekin uni yerdan nariga yo'naltira olamiz. Hamma tayyormi? Ha, doktor. Qani boshladik. Yana ozgina. Bunaqa ishni oldin qilmagandim. Uni yerdan uzoqlashtirishimiz kerak. Yordam berib yuborasizmi? Ortiq ushlab turolmasligi mumkin. Qoyil, uddaladik. Biz uni uddaladik. Nima qilib qo'ydingiz? Hoy, anavi yerga qarang. Sonic. Nakos, iltimos, senda yana qolganini ayt. Oxirgisi qoldi. Uni ishlatish payti keldi. Kichik shar bazasiga tayyormisan? Ishni boshlaymiz. Chuqur nafas ol. 1, 2, 3. Qo'rqitib yubording aqa. Nima bo'lyapti? Yadro reaktori yuklanyapti. Portlashdan avval ozmoz vaqtimiz bor. Bu yerga qanday ta'sir ko'rsatadi? Radioaktiv atmosfera. Yomg'ir hosillarni yo'q qiladi va terini eritib yuboradi. Bundan Demak, tashqari ishimiz hali tugamadi. Reaktorni barqarorlashtirishga harakat qil. Menga vaqt yaratib tur. Men portlashdan avval stansiyani yerdan uzoqlashtirishga urinaman. Bu bizning so'nggi imkonimiz. To'g'ri qaror qilaman. Xudo biz bilan. Badbo'y fitratkan. Yadro yaxlitligi buzilyapti. Seni qutqarib qolaman, Sonic! Reaktor yadrosi stabilizatorlari ishga tushiryapti.
Men doktor Ayvor Robotnikman. So'nggi jonli tomoshamni men uchun qadrli yordamchimga bag'ishlayman. U kim deysizmi? Agent Stow. Yo'q, doktor, to'xtang. Dunyoni boshqara olmas ekanman. Har holda saqlab qolarman. Menga g'amxo'rlik qilgan yagona inson uchun. Kerak emas, doktor. Shunday qilmang. Stone, men uchun shunchaki yordamchi emasding. Sen meni eng yaqin do'stimsan. Avstriya echki sutidan tayyorlab beradigan lattelaringni sog'inaman, jigar. Ularni mazali tayyorlaysan. Menimcha, aytadigan yana bir oxirgi gapim bor. Juda zerikarli bo'lib ketdi. Yordaming uchun rahmat, o'rtoq. Sonik, qara. Uzmovia.com sayti uchun maxsus tayyorlandi. Shedov va robotnik. Ular o'zlarini qurbon qilishdi. Insoniyatni qutqarish uchun. Tanlov imkoni doim bo'ladi. Sizlardan qochib ketganim uchun meni kechiring. Tashlab ketmasligim kerak edi. Haqiqat shuki, sizlar tupratgan, orzu qiladigan eng yaxshi jamoa a'zolarsiz va eng yaqin do'stlarimsiz. Meni kechira olasizmi? Sonic jamoasi. Shunchaki jamoa deb nomlayveramiz.